Bugun sizlarga bir bemor opamizning hayot hikoyalaridan gapirib bermoqchiman. Bu balki kimgadir ibrat, kimgadir dars bo'lishi mumkin. Opamiz 35-36 yoshlar atrofidagi jigar sirroziga chalingan edi. Bir necha yillar davomida gepatitdan aziyat chekkan va bu oqibati sirrozga olib kelgan. Bemor oilasi bilan maslahatlashgan holatda Hindistonga jigar transplantatsiyasi uchun borishga qaror qilishdi. Bemorga ukasi donor bo'ladigan bo'ldi. Ukasini oyog'ida nogironligi bo'lishiga qaramasdan tekshiruvlari yaxshi chiqdi va biz bilan birga Hindistonga borishga qaror qilishdi. Hindistonga ketdik. Hindistonga yetib borganimizda tekshiruvlar boshlandi, lekin afsuski qanaqadir xatoliklar bo'lgan analizlarda Hindistonga borgandan keyin donor qonida ham gepatit B aniqlandi. Va donorni shifokorlarimiz O'zbekistonga qaytishini tavsiya berishdi va oiladan boshqa oila a'zolarini donorlikka tekshirib ko'rishni so'rashdi. Shunda bemor oilasida otasi og'ir vaznli, hatto amakilari ham vazni og'ir. Bunaqa holatda donorlikka to'g'ri kelishmasdi. Hamda yoshlari ham ozgina 55 dan oshgan edi. Shunga qaramasdan yana tekshiruvlar o'tkazishdi, maslahat qilishdi va hatto bemorning akasida ham gepatit aniqlandi. Shunday qilib, bemorni turmush o'rtog'ini ham tekshiruvdan o'tkazishdi, ularda ham gepatit aniqlandi. Xullas, bir oiladan sog'lom, donorlikka yaroqli bir inson chiqmadi. Bemor tushkunlikka tushgandi, lekin bemorni yonida onasi bilan birgalikda qaror qilishdi. Shifokorlarimizdan iltimos qilishdi. Iltimos, onamni tekshiruvdan o'tkazing donorlikka. Balki to'g'ri kelar deyishdi. Onasi 58 yoshlar atrofidagi ayol edi. Mana hech qanaqa kasalliklarim yo'q, sog'lomman dedi. Lekin shifokorlar bunga yo'l qo'yishmadi, chunki odatda 55 yoshdan o'tgan insonlarda aholi orasida kasalliklar chiqishi bu tabiiy hol hisoblanadi. Shifokor tushuntirishlar berdi. Hozir pulingizni sarflaysiz, tekshiruvlar qilasiz, lekin balki ikkinchi, balki uchinchi etap tekshiruvlarida onangizda ham donorlikka qarshi ko'rsatmalar chiqishi mumkin deyishdi. Va shifokor tavsiyasiga ko'ra shifokorimiz tavsiya berdilarki, siz O'zbekistonga qayting. Hozir lecheniya qilamiz, yo'l yo'riqlarini tushuntiramiz, nimalar qilishingiz, nimalar qilmasligingiz kerakligini. Qachonki donor to'g'ri kelganda, balki oila a'zolaringizdan kimdir vazn tashlash uchun harakat qilar. Donor topganingizda donor bilan birgalikda qayta keling. Hozir bu yerda qolish sizdan ham vaqtingizni, ham operatsiya uchun yig'gan pulingizni bekorga sarflash hisoblanadi, deya tushuntirishdi. Men O'zbekistonga qaytgandim. Bemor menga aloqaga chiqib, biz O'zbekistonga qaytmoqchimiz, bizni analizlarimizni berishsin deyishdi. Klinikada analizlarni berishdi, lekin keyinchalik xabar topdimki, ular O'zbekistonga emas, o'sha yerda kimlardir bilan maslahatlashib, boshqa bir klinikaga onasini donor qilamiz, donorlikka onasini olamiz degan klinikaga ketishgan edi. Keyinchalik olgan ma'lumotlarimga ko'ra, ular boshqa bir klinikaga borishgan, onasini tekshiruvlardan o'tkazishdi. Onasida ham donorlikka qarshi ko'rsatmalar chiqdi. Hatto og'ir vaznli, yoshi katta bo'lishiga qaramasdan otasini ham Hindistonga chaqirishgan edi donorlik uchun. Bu ularning so'nggi umidi, hayot uchun kurashga so'nggi bir harakatlar edi. Lekin bu vaziyatdan foydalangan ba'zi insonlar ularning donorlikka qarshi ko'rsatmalari bo'lishiga qaramasdan yanada tekshiruvlar qilishdi. Ular bir necha oy Hindistonda qolib ketishdi. Bu gaplarni men oradan bir necha oylar o'tib bemorning o'zidan telefon suhbatida eshitdim. Shundan keyin opamiz iltimos qildilar, agar donor bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir yangiliklar bo'lsa men uchun iltimos xabar bering deyishdi. Xo'p dedim, shu bilan aloqa uzildi. Bir necha oylar oramizda suhbat bo'lmadi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, begona bir raqamdan telefon bo'ldi. Javob berdim. Keyin bilsam, bu o'sha opamizning
biz bilan hech qachon suhbatda bo'lmagan turmush o'rtoqlari edi. Ular opamizning olamdan o'tganligi haqida xabarni eshitib xafa bo'ldim. Rahmim keldi opaga. Chunki yosh edi, farzandlari bor edi, yashashga umidi bor edi, harakat qildi, lekin baribir o'xshamadi. Chunki donor topish, begona odamning donorligi mish-mishlarda aytilganidek oson ish emas edi. Shunday qilib, bu suhbatimiz, bemorning turmush o'rtog'i bilan suhbatimiz ko'nglimga unaqa ko'p yaxshi o'tirmadi. Chunki bemor olamdan o'tdi, bo'ldi. Lekin meni xafa qilgan narsa, bemorning turmush o'rtog'i telefon qilib, agar siz o'sha paytda turmush o'rtog'im bilan Hindistonga borgan inson bo'lsangiz, mani bir savolim bor, to'g'risini ayta olasizmi? dedi. Xo'p dedim, savolingizni so'rang dedim. Dedilarki, o'sha paytda Hindistonga borganda xotinimni operatsiya foydasiz yashamaydi, umid yo'q deb aytishganmidi deyishdi. Lekin bu gapni eshitib judayam ko'nglim og'ridi. Chunki inson olamdan o'tdi. U uchun o'sha paytda sarflangan pullar, qilingan xarajatlar, harakatlar bemor olamdan o'tgandan keyin ham hisobi olinayotgan bo'lsa, inson umri balki shunchalik qadrsizdir. O'sha paytda bu savolga men shifokorlar qanday javob bergan bo'lsa, xuddi shunday javob berdim. Ya'ni agar opamizga to'g'ri keladigan donor bo'lganda edi, jigar almashtirib bemorga yangi bir hayot bergan bo'lar edi. Xulosa qilish o'zingizdan. Chunki ba'zi holatlar bo'ladi, sizda pul topilishi mumkin, lekin boshqa tarafdan imkoniyatlaringiz yetmasligi mumkin. Lekin shunga qaramasdan harakat qilish, so'nggi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik o'z qo'limizda.